Okey, başlasanlar bulurum inşallah. Üzerine kremel kemerlik yapsam bulamda. Yapsanlar bulur yani. Okey. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Kaderli ibtidayla ikramınki Kur'an'ın Nezer programınınki hürmetli görürmeleri Allah'ınki başı vakti ve bununki vakti hayırlık olsun. Bugün biz Kur'an'ın Nezer programınınki 39. sanıda halal ve haram doğruluk sohbet edip varımız. Esselamu aleyküm ustaz qanday yaxshi abdal to'dilmi? Assalom. Bugungi programma İstanbul'dan men boshqaruvchi sifatida ustoz Kerem Zahir bizga shu Qur'ondan nazar orqali Qur'ondagi halol va harom degan temada mazmunlarni, hikmatlarni sizga sunmoqchi. Ustoz qadavalar yaxshimi? Yaxshi. Qadavalar to'g'rimi? Yaxshi. Oldingi mazmunga bir ders qildik, maqsadga aloqador. Yaxshi bo'ldi, Alloh rozi bo'lsin. Endi bu halol harom to'g'riliqida Qur'oni Karimda biz odatdagi ma'lum Qur'ondagi islomga kelishdan burun hamma narsa shubhalanadigan shubhalik narsa yiqilasang olmaydi deb mana shu haromning o'rnida ko'radigan degandek-chi. Turmushni, hayotni, islomni haromning jahliqida yashab olmaydigan bir xil holatda shundoq o'tkazdik hamda-chi. Balki sizlar nimalar o'tgan bo'lishi mumkin. Biz Qur'onga qayta haqiqiy islomga, Qur'ondagi islom qaytgan vaqtimizda biz bu halol harom to'g'ri biz qanday nuqtai nazarda qanday ko'z qarashga ega bo'lamiz shu to'g'ri bizga so'zlab bergan do'stlar. Assalomu alaykum dunyoda har joyda ko'rinib. Rahmat. Bu halol harom masalasi nihoyatda keng bir masala. Bizde adette yemek içmekten tatip, gap sözgüçülük, hatta ki aylağıcılık, ayının arasında mı halal haram aylarındaki gapları var misal. Ojda özüne ait keng bir dairlik mesele. Bugün ki toxtulduğun halal haram meselesi şunun içindeki bir türü yani yemek içmek sahasidagi halol haromni va uningdagi bir qism mandaq bo'lsa harom bo'ladi, andaq bo'lsa halol bo'ladi deydigan bir so'zlar bor. Vaqtiga kelishimiz deymiz. Buni o'zi biroq Qur'onga asosan o'zi Qur'on ona qanday javob berdi, unda javoblantiramiz bularni burada. Hem de Kur'an-ı Kerim'de estağfirullah şu pey meyve ve hakkındaki yani ziraat sahasındaki şu üstünlük sahasındaki nesillerde Allah Teala necis boğan nesillerini yiyişini haram kıldı. Kur'an-ı Kerim'de bunda değil. Yani ve yuhillu lehumut tayyibat ve yuharrimu aleyhimul habais degan sözde yani başka yerden nurgul ayetler var. Sizlerge pakiz nesler halal kılındı, paskın nesler haram kılındı. Deydi. Bunu da misal bir kısım elki uçuk mesela vatandik vaqtida batundaq nesler uçuk tuvaletlar var, tuvaletin qırğaqlarına ünüp qalğan çamğa o'xshash, savizga o'xshash narsalar bo'lib qolsa, misol, shu nijosatga o'zi tegib turgan holatda bo'lsa, bu nijosat hisoblanadi. Odatda uni
insanlar yemeydi. Aşına koş nesle. Onu dekin şu çok küçük taharet deyimiz ya ki o sesip ketken mevcivi nes gerek. Muşlarının hemimiz asasen necis paskını nes gerek katara kirdi. Ulan Allah Taala Kur'an-ı Kerim'de bir cümle söz arkalı yani ulağa insanlarını halal kıldı. Paskın neslerinin özünü, necis neslerinin özünü. Yani bu yerde Allah Taala iki kelime arkalıqdan kıldı. Birisi habis kelimesini işletti Kur'an'da. Yani bir yerde ricis deydi. Bu iki türlük boludu. Hem habis diyenin özü paskın nesler. Yani o alqı tegi-tegiden alqı bir manevi cihetten bolsun, tegi-tegiden mundaq necis emas, ama ses ketiş arkalı nijasetke aylanıp qalgan mundaq bir narsa. Bunu özü Allah Taala Kur'an-ı Kerim'de bunu yeyişke, içişke bolmaydı. Hem de arak meselesi kelgen vaqtida arakniki necis boluşu, onu içişke bolmaydiganlığıniki asası bu şerni kelip çıkar. Arakdaki özü onu seskan nesini çıkan bir su boğallığı için onunki özü içki bolmaygan terpi muşunun demdi. Bir terpi. Yani bir terpi o insanlarını mest kıldıgan tarafları var. Mest kılış arkalık o cedel terişka toğru yolda menişte özü tosup kalış yani misal baş aylanğan vaqtida işini hata kıldıgan gelmez. Muşuna koşan işlerden özü ziyan salıdı insanға. Hem bu sebepten Allah Taala içimliklerinin içinde bir necaset olup yani ses kanından keyin çıkan nersi bu başka. Bu necis hesapladı. İkincisi insandaki aklını kalaymakan kıldığan bu başka. O özü insan hata yolu menip getiş, gedel teriş, her xil üzere insaniyet cemiyetinde zarar saldığan işlerini keltirip çıkarganlığı için bunun özünü Allah Taala haram deydi. Endi bu şu nima deyapti? Saypay mevci ve qiraat sahasındaki narsalardaki aniqlik mushunchalik endi. Qur'on-i Kerimde. Yani yig'ib aytgan vaqtida pokiz narsa mayli qanday yerda o'sgan bo'lsin, pokiz bo'lsa u halol. Askini bo'lsa haram yani. Şunun için tamaqni kelib jurnallarga o'xshash misol ish qilib shunday narsalarning hammasi mushu qatoriga kiradi. Endi canlıqlar haqida qanday hayvonlar, qanday canlıqlar haram bo'ldi, qanday canlıqlar haram bo'ldi, halol bo'ldi. Bunun şartları nima degan vaqtida Turmaydniki birinchi oyatida Ya eyyuhellezine amenu evfu bil uqud uhillet lekum behimetul en'am illa ma yutla aleykum gayre muhillis seydi ve entum hurum. İnnallaha yahkumu ma yurid degan mush oyatning o'zida behimetul en'am deganning o'zi hayvonlarniki yirtqish bo'lmagani, ya'ni sizlarga halol qilindi. Hayvonlarniki yirtqish bo'lmagani deydi Alloh. Bu cümleden bizge çıkırgan nersi neymi degan vaqtda yirtqish hayvonlar haram degan. Bu meyli osmonda uçurgan hayvonlar olsun, qushlar olsun, meyli quruq tutmaydigan olsun, meyli dengizdeki olsun, mesela deniz ishti deymiz, deniz o'zi shir deydigan misol deniz cho'shqusi deydigan ashu narsalarning hammasi yana shu quruq narsaga o'xshashda nimaga haram qatoriga kiradi. Uçurgan narsalarning ichidami yirtqish maxsus go'sht yeydigan qushlar va ularning o'zi haromga kiradi. Yuqorqi yana üstümüzdeki ichidagi necis narsalar sizlarga harom qilindi degan kelimaning o'zidan nijoset yeydigan, maxsus nijoset yeydigan qushlar var misol. Odamniki, hayvonlarniki, toplarni yeydigan, shu maxsus aşının öleceğim bakıdığan, çöpünü anca yemeydiğan, kurt konguzni yeydiğan, aşına koyaş. Bunda hayvanların özümü, şu necis qatarı kirdi. Onun için onun özünü bizdeki ecdatlarımız zaten tarixin bir yanındaki nesini yemeydi.
bu narsalar o'zi shu nejisni yeganlik uchun toplaydigan bo'lganligi uchun bunday narsalar odamning o'liklari bo'lsin, hayvonning o'liklari bo'lsin. Buning o'zimi nijosat qatoriga kiradi, bu o'zi harom qatoriga kiradi. Ondan keyin canlılarning ichida yana Alloh taolaning yana bir qo'ygan sharti, yani bu sura o'zi nimaniki? Maidniki birinchi oyatida illa ma yutla alaykum deydi. Keyin sizlarga o'qildigan, ya'ni shu oyatning bir ikki oyat keyin o'qildigan bir oyatlar bor, bir hukm. Uningda sizlarga yirtqich bo'lmagan hayvonlarning ichidan yana qanday hayvonlar harom. Masalan, hayvonni Alloh taolo ikkiga bo'lib, yirtqich va yirtqich emas. Yirtqich bo'lganning hammasi harom. Yani yirtqich bo'lmagan hayvonlarning ichidan degan vaqtda yirtqich hayvonlarningki ichidan harom bo'ldigini, yani bu oyatning o'zida innama harrama alaykumul maytata va dama va lahmal khinzir va ma uhilla bihi li ghayrillahi kama yuzkuru ghayra ba'din fala isma alayhi degan şu oyatning o'zida uchta oyat bor bu yerda qul la ajidu fima uhiya ilayya muharraman ala ta'imin yat'amuhu illa an yakuna maytatan aw daman mafsuhan aw lahma khinzir fa innahu risun aw fisqan uhilla li ghayrillah degan oyat o'zi Sura An-Nam'ning 145-oyati, Ma'u Sura Baqaraning 173-oyati. Yani Maidning 3-oyatidami, bayqi tövanda sizlarga o'qib berildi degan oyatning o'zidami? Mush oyat shu. Hurrimat alaykumul maytatu va damu va lahmul khinzir va ma uhilla li ghayrillah. Uch oyatning hammasi asosan bir mazmundagi oyat. Bunda nima deydi degan vaqtida sizlarga o'zi o'lib qolgan narsa harom qilindi. Va qon ve tunguzning go'shi harom qilindi. Yani bu yerda o'zi o'lib qolgan narsa nima uchun masalan bu yirtqich bo'lmagan hayvonlar qartilyapti-da. Yirtqich bo'lmagan hayvonlarning o'zi o'lib qolgan narsa, qo'y, kala narsalarning o'zi o'lib qolgani harom. Bu nima uchun harom bo'ldi degan vaqtida aslida qon harom qilindi. Alloh taolo qonni harom qildi. O'zi o'lib qolgan hayvonning ichida qon qolib qolganligi uchun qon chiqmaganligi uchun u narsa ashnalar harom bo'ldi. Elma tövənki ayətinin özümü vel munxaniqatu vel mevquzatu vel mutaraddiyatu vel natihatu ve ma akeles-sabu degan moşu ayətinin özümü məsələn boğulup ölüp qalğan. Mevquz deganning o'zi bir hayvan, yani bir hayvanni üstüp o'tirib qo'ygan. Va tunjuqib o'lib qolgan. Yani yuqordan bir yerden o'zi tushib ketib o'lib qolgan. Mush hayvonlarning hammasi Alloh taolaning aytsa bu harom. Nima uchun degan vaqtda bularning harom bo'lishi o'zi o'lib qolgan hayvon bilan o'xshashki, uning ichida qon. Qon harom bo'lganligi uchun, qon u narsalarning ichida qolib qolganligi uchun bu narsalarning hammasi harom. Va ma akeles-sabu yana yirtqich hayvonlar yeb qo'ygan hayvonmi o'zi haram, yani qo'y, kal narsalarni yirtqich hayvonlar yeb tashlab qo'ygan bo'lsa haram. Lekin Alloh taolo bu yerda bir shartni qo'ygan. İlla ma zakkaytum. Lekin shu narsalarni, shu halol hayvonlar, o'zi o'lib qolgan hayvonlarning o'zini mayli tushib o'lsin yoki biz isib o'ltirib qo'ysin, yoki o'zi o'lib qolsin deyli. Shundaq bo'lgan vaqtda shu narsalarni sizlar zakkaytum, yani tozlay olsanglar, u narsani yesanglar bo'ldi. Yani shu narsaning o'zini shu qonning bo'g'izlagan chaqda chiqadi. Yani bo'g'izlagan chaqda chiqadigan qonning o'zini, shu narsa o'lib qolgan narsaning o'zini yuvib tozalab, toza pokiz chiqara olsa, yani buning o'zini yesi bo'ladi degan ma'no chiqadi. Yani maqsad nima degan vaqtda shu go'shtning ichidagi qonni chiqarib, mayli uni pichoq urib o'zi bo'g'izlash orqali qonni chiqarib o'tish olsin, yoki mayli boshqa bir usul bilan u qonni chiqarib o'tish olsin, uni tozalay olsanglar, u o'zi halol bo'ladi deydi Alloh. Ve en testaqsimu bil azlam zalikum fisq.
Sen butlaq ata, palga ata. Ama zubiha ala nusubi ve en testaqsimu bil azlam. Zalikum fisq. Degenin özü Beyde butlaq atgan, palga atgan, munda hayvanlar çoğu diye vaqtda bunun özü haram emas, fisq. Yani atgan adamniki yolsuzluk qılğanlığı dep hesaplandı. O hayvanların gücü haram bolmaydı. Diyen gibi. Sen bir hayvanın özü bir koyunun özüne müşrikler Mekke'nin müşrikleri şu o zamanında Lat Uzza degan butlaq ataydiken bunu Allah Teala nima deydi desa, u yerda qo'y kalning o'zini haram demasdan, Allohning qilayotgan ishi yo'lsizlik. Deyapti-da. Shuning uchun bu yerdagi narsa nima degan vaqtda butlaq atalgan. Masalan, shu kinosini ko'rsak, Hindistondagi kinosini ko'rsak, butning oldiga tomoqni ekib qo'yib qo'ydi-ku. Xuddi burunqi zamonlarda ayında xalqi butqa atab qo'y so'ydigan yoki butqa qo'yni atab qo'ydigan, mush qo'yni ashning uchun so'yma deb atab qo'ydigan bundaq ishlar bo'ldi ekan. Bu o'zi xato bir ishni qilganlik degan gapda, ammo qo'yniki xatolik emas u. Kalının xatolik emas. Xatolik aşı işni qilgan odamning xatolik. Buning uchun u yerdagi narsa nima degan vaqtda u odam u qo'yni atab qo'yganligi bilan qo'y haromga aylanib qolmaydi. Odam xato ishni, harom ishni qilgan bo'ldi. Buning uchun bu yerdagi narsa nima desa, ajratib oladigan narsa buni atab qo'yish orqali u qo'y harom bo'lib qoldigan mundaq bir ishning o'zi bo'lmaydi degan gap. Ben ötkeni Nima? ötkeni bir sual sorganda ben kapı yapılarına çıkıp yapın ben koyunu boğazlanmay öbürünü tırcıktım boğaza sorgandaki ben pişakımı ağzımda bismillah der var ekim pişakı süpsem o pişak buradan kesemedi de koyunu boğazına esnaf boğazı tutuyorlar Sıran yetken ko bu mesela pişak en mantıklı kesilmedi ki. Da yapılar hallam bu kere yapın mı olsa? Kullandı bıçakla elip kullan şu dırlı kesti. O kan şu çiketten mesela bütün önden bakalım. Lakin ben ya tavuğa başka işte şu göçünü hiç mecbur oldum gittim. Ama ben o yıl zaten aşık bir şey var. Evet, doğru. Hem de bu koy, kala, neyse gerekli Allah Teala halal dedi bizge. O neyse xuddi, mesela üzüm şaptılığı okşaş neyse. Bir üzümün özüne kapır beğidin üzüp ekegen bolsa mı? O üzüm, üzgüç kapır olsun, gerçi o üzümün özü Allah Teala halal dep yarattı. O kapırın üzücü ölen o haram kalmaydı. Bir Müslüman üzücü ölen, mesela bir necis bir nesnenin özüne acıtkanda ösken bir sebze değil, şu meynetlik çilişip tutan bir sebzenin özüne bir Müslüman şunda juluş ölen o tazılıp kalmaydı mesela değil mi? Bu yerde. Şunun için bu yerdeki nesne mi diye vaxtıda? O halal nesini bir adamdaki bir nesini atab koyuşu, bir nesini koyuşudan o nesne tegidin özgürüp o haramlıkka ayınıp ketmeydi. Bu adam çoşkunu bir Müslüman. Bir Kur'an'ı bütün bir okuvette, oradaki münketim tekbir etip çoşkunu Bismillah Ekber de münketim Bismillah Ekber de soysu mu? O halal olmaydı. Doğru. Bir kapırın özü kelip, bir koyunun özünü hiç ne istemey, Lat-ı Uzza dev oturup, onu kariye bıçağını sürüp, seni ekkan bolsa, o haram olmaydı. Bu yerdeki nesni mi diyor Allah Teala devadı bu yerde? Bu halal hayvanlarınki, yani yırtık olmayan hayvanların içinde haram boğunu lahmul khinzir, tunguzun güçlü, haram. Tunguz yırtık hayvan emas. Yırtık olmayan hayvanların içindeki haram boğan hayvan fakat tunguz.
Meyli yavutunguzu olsun, meyli suda yaşayan tunguzu olsun, meyli kurup tunguzu olsun. Kandak tunguzu oluşuna katı nazar, o tunguz bolurken onun hemmesi haram degenge. Hem de halal hayvanlarını ki halal hayvanlar kandak oğanca da haram kaldı diye vaqtda bay degenga o'xshash. Bir yerga tushib o'lgan bo'lsa, ya biz yani demakchi o'g'ini qani chiqmagan bo'lsa. Qan chiqmagan bo'lsa, u narsa harom bo'ladi endi. Yani Allah Taala bu yerda yani bizga kanchilik nima deydi desa, illa muazzakaytum deydi. Qur'onning o'zi shu Sura Maidning 3-oyatida eğer şunun özünü siz tazliye alsanız şu karnını puluk çıkarıp bozulgandek kıla alsanız o vakitte o neyse size halal oldu değil yani Kur'an'da. Bu halet yani. Yani bizde küçük vaktinde bir koy ülüp koygan bolsa, bedenimde kütüpekte ısık bolgan bolsa, onun öz bıçağını sürüp, onun dekini özü aynıqma ırgıtıp yürüp, kanını çıkarıp yürüp, kan ketip veriştim burun. Tepmal aldırgan gepli var şu anda. Aşında kıldırgan bir kaydı barken. Demek ki kanını çıkarış bu yerdeki zörür olan nesi. Çünkü halal hayvanın içindeki haram nesi neymi diye vakitte kan. Zaten o poksuyduğunu çıkarıp atımız var ama kanның özü bu göçünü arıştırgan nesi o başka aşını çıkarıp atsa o nesi halal oldu diyen gep hemdi. Aslında göç halal hemdi. Şunun için bu yerdeki biz hazır vatandaki vaxtılda vatanda şu koy kala vakaza toşkan jaranga o'xshayndaq naslni ancha-muncha jarandan bekchiqni ko'rib ketmaymiz. Toşqanni ancha-muncha ko'ramiz. Ashundaq cho'ng oldik misol. Shu narsalarning orasida cho'ng olganligi uchun ash narsalarni yeb ayndaq cho'ng oldik. Asir chiqqandan keyin misol O'rta-Osiyo chiqqan vaqtida O'rta-Osiyo ot yeydi ekan misol. Otni burun sal yeb odat qilmagandan keyin bo'limi janub tarafida bizniki vatanning janub tarafida otni jiq yemaydi. O'ljil jiq yeydi. Hem de aşını bir mezgil yigimiz kelmegandek qilib, oxirsida yeb o'gandik. İnsan bir narsani yeb odat qilmasimi, xuddi harom narsaga muomala qilgandek muomala bo'lib qolgan gap. Bu rivoyat etildi. Payg'ambar alayhisolamning oldiga kelgan kelgan vaqtda asli yanglima yeb odat qilmoqda ekanmi degan bir rivoyatli bor. Misolda, u payg'ambar alayhisolam u narsani yemaslik bilan u harom bo'lib qolmaydi odatda. Men bu ma'oydalqi shodaydigan bir narsa va ash narsani yemayman. Men yemasligim bilan o narsa bir harom bo'lib qolmaydi. Balla yeydi. Menda bir narsa. Allah güreş bilan qo'rib bitivisiyle bek isili. Ashna ko'nib qolamayapman go. Rak deymiz Uyg'urchada. Hamda yana bir o'zi mujmal bizniki Uyg'urlarning ichida nihoyat o'zi uzundan bir talashda atishib kelayotgan bir narsa bor. Shu ot, eshak, qechir deydigan. Hamda yuqoridagi oyatniki mazmuniga asosan bir narsaning harom bo'lishiga ikki shart bor ekan. Masalan, jonliqlarniki harom bo'lish uchun ikki shart bor. Biri u jonliq nima bo'lish kerak? Yirtqich bo'lish kerak. İkincisi necis bo'lish kerak. Hem yirtqich bo'lish, nima yirtqich bo'lmagan hayvonlarning ichidan necis bo'lganini faqat Alloh taolo shu kunguzniki ismini atab turib bizga ma'lumot beraylik. Yani ki ovgu gütülgen hayvanlar tutup gelgen degan ayet o başka mı? Mesela bürküt. Hayır bu. O hayvanları adette ben mi kögen o aslında kuş nim kaçığa ne gerek? Bir nesne tutkan vaxtida bunu adette öldürdü ya öldürmesi mi kuşlap nima manda ne kuturdu çangallap turdu böyle çın tutup turdu. Egis berip onu aytıp şu yerde özü bozlaydı ama. Hem de ma'u vama akela sabu deganning o'zida ama yirtqich hayvonlar onu yeb qo'ygan bo'lsa, u harom bo'ldi, lekin onu tazlasang halol bo'ldi deganning o'zi nima desa, masalan, cho'ng qushlarning o'zini sog'a vaqtida jaranga o'xshash narsalarni tutibdi, cho'ng narsalarni. Bu vaqtda u yeb qo'ygan bo'lsa, bu yerlarning o'zini bu yer kesib elib o'tdi. İşlesi bo'ldi degan gap endi.
Tazlash degan shunday bo'lgan narsa. Bo'g'izlab qonni iqtib o'tib, u yegani kesib elvasi bo'ldi degan. Endi mana bu ot, eshak qechiriq kelgan vaqtida bu ikki shart solamiz endi. Qur'oni Karimda bir hayvonniki harom bo'lish uchun ikki shartniki birsi yo har ikkisi tepilish kerak. Misol yo yirtqich bo'lish kerak, yoki bo'lmaydi u nejis bo'lish kerak. Endi bu eshak, ot, qechirning o'zi hech qaysi yirtqich hayvon emas. Birinchi shartga tushmaydi. Ikkinchisi bu otni yeymiz misolda. Otni hozir hamma o'zi shu Turkiya musulmonlarining boshqa yerlik musulmonlar yeydi o'sha qara. Ammo O'rta Osiyoda hammasi yeydi, vatanda yeydi asosan. Ham eshak, qechir ishkilisi shu ot bilan asosan o'xshib ketgan narsalardir. Bir turdagi narsalar odatda. Bu ham nejis narsalar emas. Unda qo'ygandan keyin buni yo yirtqichlik yoki nejis bo'lish degan bir narsa tepilmaydi-da. Shartning hech qaysi tepilmagandan keyin bu narsa nima degan vaqtida bu halol. Hem bunu nima uchun o'zi insonlar buni o'zini yemaslik kerak deb oxirisi yemangli degan gapning o'zini olib haromga aylantirib olgan degan vaqtda bu payg'ambar alayhissalom zamonasida urushga, qatnashga ishlatilgan narsa, ya'ni qatnash qurollari, urush qurollari odatda ot, eshak, qechirib bo'lgan gap endi. Biyang menib mangadigan gap, urushga yaxshi otimiz bo'lmaydigan gap. Shuni bilan bu yer nima deydi desa, vel khayla vel bigala vel hamira litarkabuha ve zina ve ma yakhluqu ma la ta'lamun degan oyatning o'zida otni, eshakni va qechirni sizlarning minishinglar uchun chiqartni yaratdik deydi Alloh taolo. Bu minishinglar uchun yaratdik degan so'zning o'zi insonlar bo'lmaydi degan gap emas. Buni sizlar minib foydalansizlar degan gap. Eğer o yerde o nesne ötürüp yap geçse, vaqt ne oldu dese, mindiğan nesli yok oldu diyen gap. Mindiğan nesli bulmağandaki şunu var özü, o urushga borgan chog'da qiynaldi, biyang mangda vaqtida qiynaldi. Shuning uchun Alloh taolo bu insonlarniki qiyinchiligining o'zini nazar tutib, bu narsalarni oldirab yeb ketmaslik. Xuddi bu halqa odatda bu oltinni erler altınını, jipak rəxni kaysi bo'lmaydi ki, altınni o'zi altın üzük narsa kerak so'z bo'lmaydi degan gaplar emasmi? Bu shuni qo'yish narsalar. Altın deganda pul. O pulluq narsalarning o'zini, pulga yaraydigan narsalarning o'zini olib bo'yniga, qo'llariga esib olsa, u vaqtda u ehtiyojga nima ishlatadi? Uning uchun uning o'zini o Qur'onning hech qanday bir yerlarda altınni erlar solsa, jipak rəxni kaysi bo'lmaydi degan hech qanday narsa yo'q. Ammo qimmat narsani kiyib olsa, o'zining ehtiyojiga nim qilmay, uni isrof qatorida misolda bo'ldi. Shuning uchun uning o'zida chekraklik, ammo hech bir yerda harom demak endi. Shuning uchun ehtiyojli narsalarni oldirib o'ltirib qo'ymaslik, masalan, vatanda biz yeterga vaqt burungi vaqtda qo'shaydab yetergan gap, qo'shni nima yani og'dirgan kalının ishlatgan gap edi. O yani og'dirgan kalının o'zini so'yib yevasak, u vaqt yani teriyolmaymiz degan. Bu da shunga o'xshash narsa endi. Sizlarga kerak bo'layotgan narsalarni sizlar ishlatayotgan, ehtiyojingiz uchun ishlatayotgan narsalarning o'zini jugrab berib yeb ketmanglar. O keyin o'zing qiynalib qolasizlar degan sababdan buning o'zini Alloh taolo biz uni menish uchun yaratdik deganda onu faqatlar yisi bo'lmaydi degan ma'no chiqmaydi. Hamda hozirgi vaqtda hamma narsa dunyoning taraqqiy qilishi bilan, masalan, mashinada mangimiz u bu yerga ot, eshakning o'zini ishlatmaymiz. Bunday vaqtda xohlagancha uning o'zini samartib, so'qim qilib yeb va kaza qezi qilib yesi bo'laverdi. Hech qanday o'zi problem yo'q. Uni sotadigan do'konlarni echib satsa bo'laverdi. Hamda mushu halol hayvonlarni so'ygan vaqtida bismillah deb so'ymasa harom bo'ladi. Musulmon so'ymasa harom bo'ladi deydigan mushundaq o'zi jiq ko'z qarashlar bor. Nimildi.
Cemiyette. Hazır asasen Uygurlarning özü hemmesi şu halal göç yeyimiz deydi. O halal göçning özümü adette şu dükkanı açıklı şu halal degan markani çaplab satılgan jiq hazır bu Avrupadan jiqdan näsler. Halal degan xatni o'zi printer chiqarib lekin shu chaplaydi. Bo'ldi. Bu narsa halal bo'ldi degan gap. Bu Qur'onda nima deydi buning endi? Degan vaqtida Qur'onda Sura An'amniki 118-oyatdan 121-oyatigacha araliqda shu ikki savolga bir xil javob berdi Alloh taolo. Aqulu mimma zukira ismullahi alayhi in kuntum bi ayatihi ve ma lekum alla ta'kulu mimma zukira ismullahi alayhi ve qad fassala lekum ma harrama alaykum illa ma zurrirtum ilayhi ve inne kesira liyudilluna bi ahwahim bi gayri ilmi inne rabbeke huve a'lemu bil mu'tadin ve zaru zahiral ismi ve batine innellezine yeksibunel isme seyujzevne bima kanu yefterikun. Ve la te'kulu mimma lem yuzker ismullahi aleyhi ve innehu lefisk. Bu ayetin ahirecilik. Bunun da nimdeydi degan vaqtida şu cümlenin özünü ağrıp mayada. Tercim qandekin bunun da ikki xil ma'no chiqdi. Cümleni bir tercim qilsa odatda Alloh taolo nimdeydi degan vaqtida siz eğer Allah Teala'nın ayetiga, xas ayetiga halal haramga bergan Allah Teala halal haram haqida bergan bayonotiga ishongan bo'lsanglar Allah'ın ismi zikr qilingan narsalarni yanglar. Şu vaqtning o'zida Allah'ın ismi zikr qilingan Bismillah Allahu akbar deb so'ygan narsalarni bu Allah'ın ismi zikr qilingan bu Allah atalgan narsa. Konu adet bo'lg'ashqa bo'ladi. Butqa atgan narsani yemaydigan bir odat bo'lg'ashqa Allohning ismini atab qo'ygan narsalarning o'zini bu Alloh atalgan narsa deb o'tirib yemaydigan bir odat bo'lgan-ki shu musulmonlar ichida. Shuning uchun Alloh taolo nima deydi desa, meniki nemini halol qilganligim, nemini harom qilganligim sohasidagi oyatga siz ishongan bo'lsanglar, Allohning ismi zikr qilingan narsani yanglar deydi. وَمَا لَكُمْ لَا تَأْكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللّٰهِ عَلَيْهِ وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ. Sizlarga haram qilingan narsa tafsili bayon qilingan turug'lig'in Allohning ismi zikr qilingan narsalardan nima uchun yemaysizlar? Alloh taolo buni qattiq raddiya beryapti-da. Allohning Bismillah Allohu akbar deb so'ygan narsalarni nima uchun yemaysizlar sizlar? Şu vaqtda ashuni yesak bo'lmaydi degan ko'z qarash qarta berayotgan raddiya. İlla masturitum ilayhi. Lekin sizlar zarur, ya'ni sizlarga yeyish zarur bo'lib qolgan vaqtdami qanday qilishinglar haqida ma'lumotning o'zini Qur'oni Karimda tafsil bayon qilib berdi deydi Alloh taolo. Ya'ni bayon qilindi. Onun hech qanday qilsizlar, qoni yesak bo'ladi, qoni yemsak bo'ladi degan qarta hech qanday mujmal bir narsa qolmadi deydi Alloh. Ammo ikkinchi oyatning o'zi degan vaqtda "Vala ta'kulu mimma lam yuzkar ismullahi alayhi." Buni insonlar ayrim bir jumla qilib tarjim qilganligi uchun bu xatolik bilan chiqqanda, "Vala ta'kulu" deganning o'zi "Va ma lakum alla ta'kuluga atb qilingan narsa." وَمَا لَكُمْ degan o'zi neymişqa sizlar yemaysizlar? Mimma lam yuzkar ismullahi alayhi. Allohning ismi zikr qilinmagan narsalarni neymişqa yemaysizlar sizlar? Oyat birisi mana shu nim qo'yadi halqa. Allohning ismi zikr qilingan narsalarni yesak bo'lmaydi deganki Alloh taolo raddiya bergan. Allohning ismi zikr qilinmagan narsalarni-chi yesak bo'lmaydi degangacha Alloh taolo raddiya berdik. Buni nima uchun sizlar yemaysizlar dedi. Yani demak bu oyat nima degan vaqtida Alloh taolo halol qilgan, halol yaratgan bir maxluqning o'ziga bismillah deyish demaslik hech qanday o'z shart emas degan gap. Yani bir qo'yni so'ymoqchi bo'lsa bir odam bismillah Allohu akbar deb so'ysimi
Buluverdi o. Hı. İşte yeymiz. Bismillah demesi mi çoğu dese? İsek buluverdi diyen gep. Bu yerde bismillah diş şart emas diyen gep. Fakat lam şu butlarınki yak Allah şerik kemtügen näsilerininki hudalarının ismi zikir kılınmasılan buludu, şular atılmasılan buludu demek şu mu? Ya onda gep mi yok bu yerde? Yok mu? Yok bu. Hı. Yani bu yerde iki cümlenin özü ayrım bir kısım insanlar mesela şu vakıda Allah'ın ismi zikir kılıngan, Bismillah ekber dep zikir neme buğuzlangan näsini yesek bolmaydı diyen adamlar karşı neme karta reddiye verip Allah Taala neme için Allah'ın ismi zikir kılıngan näsini yemeysizler deyikde. Bak ikinci ayet diyor ya vakıda nurgun insanlar tamam Allah Taala bu yerde Allah'ın ismi zikir kılıngan näsini yanıldı de. Unda olgan dikin Allah'ın ismi zikir kılınmagan näsin ço. Yani Bismillah ekber dep soymagan näsin ço. Yesek bolmaydı ki o haram ki demekçemdi. Diyen gep oturup çıkan dikin nime için Allah Taala Allah'ın ismi zikir kılınmagan näsin nime için yemeysizler dedi Allah Taala. Evet. İş oldu mu? O Allah'ın ismini zikir kılış kılması bilen o halal olgan nerse eslinde halal olgan nerse haram kayılıp kalmaydı ya ki halal kayılıp kalmaydı haram bolsa demek şu. Elbette. Mesela bir koyunu misal alsak bir koy Allah Taala o koyunu halal dedi. Fakat onu kanını çıkarıp alsaklı boldu. Şart bu. Yani onu kanını çıkarış Allah Taala Kur'an'da kan haram dedi. Onu bozduğunu kan çıkıp haram halal oldu diyen gep. Göç zaten halal. Hem eğer onun özüne bir adam gelip bir Müslüman adam gelip onu Bismillah Allahu Ekber dep bozusu mu kan çıkıdı. Bismillah Allahu Ekber demesi mi ço? Kan çıkıdı kan çıkan dikin o näse halal oldu diyen gep. Hem bu yerde Müslüm ya gayrimüslim bolgan. Yani Müslüman bolsun ya Müslüman bolmasın qandaq dinde ya hiç qana bir dinge itiqad qılmaydigan adam bolsun. Bu adamni soyusçu diye vaqtda hiç qandaq dinge itiqad qılmaydigan adam bolsun. Mayli müşrik yoki olmaydi Yahud Nasara bolsun. Buniki aşı qo'yni shundaq bo'ynini kesip qanni chiqarganli olsa o Allah'ın ismi zikr qilinmasin o qo'y aslida halal yaratilgan narsa bo'lganligi uchun u o'zi hech qanday haram bo'lmaydi. Uni nima uchun sizlar yemaysizlar deydi Alloh taolo. Yani hozirgi sharoitda misol dunyo naqas joylarda yashayapmiz. O'sha do'konlarning o'zida setayotgan go'shtni misol qani chiqqanligi aniq bo'lsa hech qanday unda shubha yo'q degan gap. Qo'y go'shti olsa, kal go'shti olsa, unda hech qanday shubha yo'q degan gap. Yani bunda Müslüman bo'lish shart. Bismillah Allahu Ekber deyish shart degan hech qanday narsa Qur'oni Karimda yo'q. Uni faqat qanni chiqarib o'tish shart. Yani biz emdanlık bu dinle o kadar ters kapırıp mı kıldık ki ben şu 97. yılları Örümce'deki at çaptırış meydanında billah özellikle Tirvazır oğa yer uçu. Bir kuşkanı var uçu. Biz biraz canımız vakalı deyip etli geldik saat 3 dişeye çıkıp koylarınki börüküne yıkıp onundan etli geldik pazarda saat tuttuk. Restorandan kucağıdır kilip ona şu gün aptap çıkıp boğuşu aralıkta gün çıkıp boğuşu aralık ep bulup tanıcı. Turup kalsaydı yine buzulup kalıtırdı. Aşağıdan da məxsus qarim var değil mi? Koylarının önünde tizip hemmesini putunu bağlap nıkıp buydu. Oy qarim de bir vakit toğulgan dikilam qarim kiplam. Bismillah Allahu Ekber deplam. Pişakın istikliki 6-7 koyunu da boğuzluyor edilem için. Aynı dakika mağbaşın A başkıça 20-30 metre bağımı, 100 metre, 50 metre bağımı aydan mıkıpman adamdı. Adam qari tekçü. Manda ederdi. O bir mesele. Onundan keyin tamak çekken yakımısın namaz ütümeydiğen aşpezning tamıqını yemeydiğen. Tamak şifqası yok. Şu derecede esaslı için aşı narsa aşkanınki tamaqını yese konmaydı. Ustam tamak içikidiken namaz okumaydı. Ya namaz okumaydı ki. Bu derecede bu gaplar ken kuşadı. Bu yerdeki
Hazır yeyishga bizga Alloh taolo yeyishga nima yemas shart qilgan narsa nima degan vaqtda tomoq bo'lsin, nejis bo'lsa. Masalan, o pokiz bo'lmagan bo'lsa, o tomoqning o'zi har qancha musulmon bo'lsa-mu, pokiz bo'lmasa, sudda hamisha urib qilgan insonlar bormi musulmonlar ichida. Buni o'sha odamlar ko'ngil ko'tarmaydigan. Buni o'sha tomoq bo'lsa, uning o'zi har qancha musulmon qismi o poskini bo'lsa, uni yeyishga bo'lmaydi. Masalan, Alloh taolo bizga yeyishni cheklagan narsa nima bo'lsa, poskini nejis bo'lgan narsani yemaslik birinchi. Ikkinchisi nima bo'lsa, go'sht narsa kerakning ichida ham nejis, ham yirtqichniki. Go'sht bo'lsa, ishniki, misal, mushukniki, shoshqiniki, bundaq go'shtlar bo'lsa, bu narsalarni yeyish, ya'ni buni o'zi oshxona ishlatgan bo'lsa, buni yesak bo'lmaydi. Ammo u namoz o'qisin, o'qimasin, tomoq cheksin, chekmasin, unga ishimiz yo'q, lekin tomoqni pokiza, halol go'shtni ishlatib qilgan bo'lsa, unikini yesak bo'laveradi, hech qanday problem yo'q. Masala bu yerdagi narsa nima degan vaqtda, uning namoz bilan aloqasi yo'q buniki. Uning tomoq bilan aloqasi yo'q. U tomoqqa ishlatgan go'sht narsa kerak, halolmi, harommi? Bu bir masala. İkincisi u tomoqning o'zini pokiz etamdi. Neni bangilar va shundaq pokizlikda rioya qilgancha, shundaq pokiz tomoq qiladi. Bundaq o'zi qilsa, u vaqtda bo'laveradi degan gap. Masala u yerda iymon bilan munosabatlik emas bu. Pokizlik bilan munosabatlik narsa bu. Uning uchun pokiz bo'lsa, uning o'zini yesak bo'ldi degan gap. Hatta başa öyle gap qistirolay, aqsaqallik qilib. Bak Gimdestep'i ismini demek yani için işte ben halal sertifikası satılan yer var. Aşağıların ki mesela logosu da halal diye ket var. Bana çörüsü de 4 tane belge var. Yani bu ehli sünni vel cemaatinin ki Şafii, Hanbeli, Sünni münasebet şu. Mağazalı karta, mavu mezhepki karta halal. Mezhep karta haram hem düşün. Mesela tokune ben xüsus aç tokuna bir elke nima bo'g'zapılamaydı emasmi? Bek elke Saud kafir mesela düşün. Abraham'ın tal tokuna haramda koyulmuş da kıldık ato kömedem de nakli mesela düşün. Az giyotin bilen bismillah Allahu ekber deblem. Bir bası Abraham'ın toku bo'g'zini dem düşün. Aşununga haramda petva verirler. Bir mezhep. Yeni bir mezhep göre o buludan düşün. Bu yerda şu azram sildik bu nimaga qarta javob nima degan vaqtda mayli o odam pichoq surib uni qinni iqsin yoki bo'lmaydi uning o'zini zavodda masalan hardaplekin shu zavodda bo'g'izlash orqali uni qinni iqsin ash halol hayvonniki qinni iqitgan bo'lsa qinni chiqargan bo'lsa u narsa halol bo'ldi degan gap. Bu zavodda bo'g'izil deymi, odam qo'lda bo'g'izil hech qanday farqi yo'q buniki. Bismillah Allahu ekber dedi nima, devi nima hech qanday farqi yo'q. Faqat bu yerdagi masala nima, Alloh taolo o'tirib qo'yayotgan narsa uni qinni chiqarib o'tishing kerak deydi. Halol hayvonlarni qinni chiqarib o'tishing kerak, shu vaqtda u narsa halol bo'ldi deydi. Bu yerda Bismillah Allahu ekber demasang halol bo'lmaydi. Musulmon so'ymas halol bo'lmaydi. Musulmon pichoq tutib turib, o'sha qo'lni so'ymas halol bo'lmaydi degan hech qanday bir qoida yo'q. Allah Teala bu dünyanı bilgelik için bunda terakki qilgan zamanni, insonlarning bunda ko'payib ketgan zamanni bilgelik için hozirgi vaqtda nima degan vaqtda qo'yni odatda nurg'un yerda qo'yning nima, kalning o'zini qo'l bilan so'ymaydi. Nima qilsa, bodak sat nima qilgan yerning o'zida kunligi net 100 tal yoki 1000 dona yoki sirtqa go'sht eksport qilgan ish qilib qolsa, necha 1000 tal kalni so'ydigan ish chiqadi yani. O kaldı bir başın o inciklap suyup binas koşmaydı. Hazırki vaqtda şu berib haydaydigan gap, şu yerda o'zi so'yib nima, beshini kesidigan gap, şu yerda qini chiqadigan gap. Hozir go'shtni olsak, shu qini manda qarsaqlar, aniq bilinib turdi. Demakki nima degan vaqtda ya'ni chiqib ketgan vaqtida bir halol hayvonniki şart nima degan vaqtda faqat uning ichidagi harom narsani, uning ichida harom narsaning o'tisi qon. Misolda ash qinni chiqarib olsaqlar, u narsa halol bo'ldi, u narsani yesak bo'ldi degan gap. Ham uni qanday shaklda chiqarsa bo'laverdi. Bismillah Allohu ekber deb chiqarsin, demay chiqarsin, musulmon chiqarsin yoki g'ayrimuslim chiqarsin, yo pichoq chiqarsin yoki zavod chiqarsin, hech qanday farqi yo'q.
Fakat maksat nima degan vaqtda qonni chiqarish. Qonni chiqargandan keyin o narsa o'zi halol bo'ldi deganga. Aeroplanda mangan chaqda qaraqnimning hammasi aeroplanda ketib aşağıda to'qi go'shti olsun, kal go'shti olsun, bagat tamoqni yetmag'idi. Ko'rib mangimiz shu odamning o'zini. Bu yerda bitamchilikka halol narsa. Nerede soydu mani? Ma halal mı? Zaten man köset. Hiç kadar gap qilmaydi dedi. Yani hamma narsaning shubhalanimiz o shubhi zat haqiqatning o'rnini basmaydi deb oyat bormi? Onunla halollik, haromlik dalil bo'lmasa, onu sen baka shubhalanib harom qilmaysan. Albatta. Bunun için o Allah Teala'nınki bu yerda bizga ko'rsatgan yo'li nihoyat keng. İnsanlar yana şu anlaganlar esir saklavası oldu bu bir halal hayvanniki haram buluş için ne buluş gerek? Fakat yüzü ölüp kalmagan buluş gerek. Bunu öldürgen olsa, kandak şekilde öldürüp kanı çıkargalı olsa bu nerse halal boldu yenge. Yana ikinci bir nerse neymi degan vaqtda hayvanların kandak hayvanlar halal bol. Elbette. Misal bir yerde koy ketayotgan bo'lsa, onun özüne bir maşından bes keplekin onu boynu üzüvatdı misalda. Beslikki ya boynu üzüplik taşıvatdı. O kendi şu yerde bozulgan qatarda şunda kendi çıktı. Çıkan bolsa o nersi halal degan gap. Yani Kur'an'daki bu hüküm o kadar kengchilik ki bunu insanlar etrafını to'g'rab ashunda taqib etgan. Şiftimiz böyle tekit. Der tarlaştırılık ki laqi. Ey ata. Şoňalky hayvan işkiga bölüp burunla beşetdirdik onun özüne. Misal bütün hayvanı Allah Teala işkiga bölüp yırtquş emas dep işkiga bölüp yırtquş hayvanlar hemisi haram. Meyli uçar kuş olsun, meyli quruq tutmag'an ya dengizdeki hayvanlar olsun, yırtquşning hemisi haram. Hamda yırtquş bo'lmagan hayvanning içinde faqat tunguz haram. Meyli quruq tutmag'an tunguz olsun, meyli suv tutmag'an tunguz olsun, o hemisi haram. Su işleydigan ayda nurgun narsalar var, hemisi haram. Misal hamda halal hayvanlar qanday bo'lgan chaqda nima haram bo'ldi degan vaqtda bay degan qo'shash faqat qinni chiqarmagan vaqtda haram bo'ldi. Bo'lmasa uni bismil demay so'yish yo'li haram bo'lib qolmaydi. Bismil demay so'ysa yoki bir musulmon so'ymagan bo'lsa, musulmon emas bir odam so'ygan bo'lsa haram bo'ldi degan hech qanday bir qoida yo'q. Hazır bozorda yeyotgan go'shtni kim so'ygan, kim nipqan Xudo o'zi bildigan go'shtni misol. Buni o'zi halol qilish uchun deyotgan gap emas, ammo Qur'onning o'zi bu deyotadi. Ya'ni unida hech qanday bir yeganing o'zida uni musulmon so'yish kerak. Bismillah Allohu akbar deb turib so'yish kerak. Faqat bismillah Allohu akbar yoki Allohu akbar deb takbir etib turib so'ydigan yer ne degan vaqtida haramga borgan vaqtda, haj vaqtida Allohu akbar deb takbir etgan qoida bor. Şu Allahu Ekber'nin göğsünü soygan vaktim şu yerde özü Allahu Ekber'in dep soydu. Başka hiç kandak bir yerde Allahu Ekber dep soysun ya ki soymusun hiç kandak özü pek etmeydi. Bismillah Allahu Ekber dep soysa yaxşı oldu. Müslüman buluş sıfatımız öden Bismillah dep her işini Allah'ın ismiyle başlıqanlığımız bu yaxşı bir iş oldu. Ama demeslik cinayet olmaydı. Olıqı o halal degan logolar chiqishdan burun, aşı belgeler chiqishdan burun. Mesela Türkiye'de mi yo'qdi? Shunda belgelerni aşında kelishiklar birdiga yel qo'zg'alama kimkenlar desa, Germaniyada, Yevropada tug'ilgan ekan. Ular shu halal binas topolmay şeyden qiynalib ketib oxirichi. Shu nimada ama Türkiye'ye kelgandan keyin Türkiye'de halal nimasining belgisini oladigan guanam birdigan yani ichirilgan uchun. Ola her bir sözünde nimini tilgaladı desiler koşar. Yahudilerin ki
Yahudilerin üzüm dini da Yahudiler yeydiğen neslinki nimesine biz halal haram diye okşaş. Ola halal değil koşar. Koşar belgisi bağımı yok mu demek kıldıkken de. Şununla seliştürü demiş. Demek hiçbir zaman Kur'an'ı seliştirmeyi desler. Demek bu nesile dindeki Allah'ın dini özgertip Yahudileşi vagan aşkaklarının ki nemisi boyunca meğilik değil için nurgun talimatla nurgun nesile kitapla hatta şöyle İslami devlet o bu diyelim için jigen tamamımızı dağıtıp o kişinin işlerimiz o zaten oplu okşaş onların ayarları karı kim giydiken o aşı yıllamtamın aldıda oturmuşunda kalıp yığlap okuydiken o nemelerine Kur'an'larını kıraat kıselep okuydiken bizden okşaş ağındı şu ayda kıldiken biz aşı kandak yoldu mangan bası biz şu yoldu beğenilirken hatta onun aşırı çok doğru. Şu bu Kur'an'daki bu halal haram meselesi kirgen vaqtda men moşundaq nağayet keng hem de yol. Vay diyenge okşaş bir qandaq insan buluş şart kılınmaydı. Aşı näsiniki qini çıktı mı çıkmadı mı? Bu şart kılındı halal hayvanlarniki misal. Şunun için bu yerdelki nurgun adamlar ötkendeki eşek doğruluk yapıp qağa vaqtda WhatsApp beğiz gelip koysam o eşek güçyeydi ki eşek güçü ise günah olmaydı. Halal näsini yegen bolumuz. Allah Teala eşek güç halal haram degan bir Kur'an'da bir yerde bir gapni hayır yok. At güçünü yeydi misal. Yahu eşek halalmış deydi. Yahu eşek öydük eşeğinin nimpek var. Yahu eşeğin halal deyişki sebep neyim degan vaqtda yahu eşeğin ilgisi yok. Onu sen ilgisi yok olgandikin onu bir adam minip işletmeydi. Onun için onu halal sanavagan näse. Onun işletigen şu qalsa bu ihtiyacın var dep soymaydigan gap onu. Adette. Şunun için bu yerdeki näsini mi degan vaqtda hissiyat tayinip emas. Kur'an-ı Kerim'den şunu delil tepiş gerek. Her bir insan eğer özü ben Müslüman dese onun Kur'an'dan delil olmay turup hiç qandaq näse onu haklığını yoki dini bir mesele ekenligini isbatlamaydı. Çünkü bir näsiniki halal buluş için qoyulgan şartni bu ayetimiz degan iki tane şart. Birisi nim buluş, yirtqiç buluş, yani birisi öz necis buluş. Bu iki näsi bolsa, iki näsinin birisi ya her ikisi bolsa bir hayvanda o hayvan haram boludu. Hem halal hayvanlar çoğu degan vaqtda halal hayvanlar yüz ölüp qalgan bolsa, kan çıkmagan bolsa o näsi haram boludu. Ama onu Müslüman soysa halal boludu. Müslüman emas insanlar soysa haram boludu. Kol ölü soysa halal boludu. Zavut soysa haram boludu degan onda qayda hiç qandaq bir yerde yok. Maksat o yerde mesela bu kırındaşlarınki kıldıgan davası da Peygamber Aleyhisselam yani Muhammed Aleyhisselam halal kılış, haram kılış nimisi var onunki deydi ama da bir hata şeyinci vardı. Şu içe hadislerden ekilip bunun kim şu Allah eşbegen kenar yolunu tağlaştırıp hem şu bir yerge apardı. Hem de bularni tayindigan ayet bular qasi degan vaqtida şu Sure Arab'niki 157. ayetideki اَلَّذ۪ينَ يَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ النَّبِيَّ الْاُمِّيَّ الَّذ۪ي يَجِدُونَهُ مَكْتُوبًا عِنْدَهُمْ فِي التَّوْرَاةِ وَالْاِنْجِيلِ يَأْمُرُهُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَاهُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ وَيَدَعُ عَنْهُمْ إِسْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ degan muş ayetini delil kıldı. Bu yerde o peygamber kilip ulağı pakiz näsini halal kılıdı, halal kılıp berdi, paskın näslerini özünü haram kılıdı degenden peygamber öz turligimada qarapla anas haram, manas halal dep berdigandek mındaq his kıldı. Ama o peygamber nemi qarta deydi dese o peygamber bütün Kur'an'ın hemesinde men fakat vehiyge erişime
Allah Taala bana özü vehiy qilgan narsani masalaga yetkizma deyilgandi. Bundan nima chiqdi degan vaqtda Allah Taala vehiy qilgan shu vehiy orqali insonlarga ma'u halal, ma haram ma Allah Taala qilgan vehiyda men mush narsa bor deb insonlarga buni ko'rsatgandi. Ko'rsatsa o insonlar nima deydi? Payg'ambar o'zi halal qiliq dedi. O din payg'ambarning dini emas-ki bu. Bu Allah'ın dini. Allah'ın dinini qandaq payg'ambar minik qilib uni o'zi o'ncha boshqa beshiq kelgancha o'zi bir narsani halal yoki harom qila oladi. Undaq bir o'zi huquqni Allah Taala hech bir zaman hech bir payg'ambarga bergan emas. Hatto sharialash huquqini bermagan Allah Taala Qur'onni. Shuning uchun bu yerdagi narsa nima degan vaqtda hech bir payg'ambar alayhisalom qo'shilib bir narsani o'zi kallasiga kelgancha o'zi halol qilgan yoki harom qilgan bir narsa mavjud emas. Faqat Allah Taala ma'nasi halol degan vaqtda Allah'ning shu halol qilgan narsani o'zini insonlarga yetkazgan, harom degan bo'lsa harom degan narsani yetkazgan faqatla. Uni faqat ijro qilgan yani bir tarafdan. Bu. Ammo undan boshqa o payg'ambarga unda zulm qilib biz o payg'ambar ani qildi, ma'ni qildi deb qilmagan ishni uni otib, uni ulug'iyat darajasiga ko'tarish bu payg'ambar qilgan qattiq bir zulm. Yana bir narsani unutib qoltas qilibdim balki ayollar so'ysa nima bo'lmaydi qo'yni misol. Ayollar qo'y so'ymoqchi bo'lgan bo'lsa, nug'ushni qistirib undan keyin so'y so'li degan mendaq bir gaplar bizni vatandan bor. Degesin. Bu munoat bir xurafiy bir masala. So'yalsa ayollar so'ysin buluverdi. Ayollar so'ygan narsa harom bo'lib qolgan bir qoida yo'q. Faqat bu yerdagi masala boy deganga o'xshash. Şu qonni chiqarib asli bo'ldi. Ayollar shu bo'ynini kesib, qonni chiqarsa, o narsa o'zi halol bo'laver degan gap. Yani. Ayol akşinin bekrak pakis keldi. Elbette o'zi Şunun için bu halal haram meselesi hakkında hem de yeydiğen yemek içmek hem de nesi gerek. Onun dışında şu göçke dair neslerin içinde halal haram meselesi muşu hem de. Keler katımda inşallah yani haram diyen kelime arkalık misal sözlerdik haram doğruluk, ayladik haram doğruluk, haram mesmo diyen mevzuda sözlerin qandaq sözler haram. Hem haram degan sözning o'zini insonlar bilish kerak. Haram desa qamnas yeydigan narsa qartilgan emas. Haram degan so'z cheklangan degan ma'noni bildim. Haram degan kelimani yezib Google'ga arabchasini yezib tarjim qilsa cheklangan degan ma'no chiqadi. Tarjim chiqadi shu yerda. Onun uchun Allah Taala yeyishni cheklagan narsa degan ma'nodagi so'zlar. Çünkü bu haram degan so'zlardagi haram bo'lsa-mu bu yerdeki kimning söz qilish emas, qandaq so'zni qilish. Cheklangan misolda menish turishlik haram, muomalalik haram misolda, oylarlik haram. O'shuning hammasini Xudoning qilsa qancha nim bo'lsa, qancha program bo'lsa mayli, shuning qarta o'shuni bir qancha program qilib qilamiz inshaalloh. Bugungi shu yemek içmek yani saypay, meyve ve ziraat onadaki muş göç, neskereklik karta halal haram meselesi muş yukarıdaki. Kur'an-ı Kerim gösterdiği muş şu. Yani demek ki yok nemediği vaxtıda Avrupa'daki qarindaşlarımız hazır aldığımızda Ramazanlar keldi. Göç soyuma. O özem berip zar soymusan bulmaydı ki onu dep özümüz capata atıp onun tüjgenin onu da şu qanni chiqarganligi aniq bo'lgan go'shtlarning o'zini ep yesak bo'laverdi. Ne taptazı go'shtlar bor. Biz bulupma Norvegiya nayet ve qiynalib qundaq narsani tep olamay. Bu musulmonlar az. Maya o Angliyada musulmon jiq bo'lgandan keyin ish qilib musulmon do'konlarimi yomon jiq. Mayli qanday bo'lishini qat'iy nazar. Bu yerda qiynalib ketmaymiz. Ham aniq o'xshash bir qism qiynaldigan yerida o go'shtning o'zini Anda yani izlaj geldiğinde onda şu adetki dukalıdım ep yesek qanni chiqarib atqanligi aniq bo'lsa bo'ldi. Hech qanday o'z gunoh bo'lmaydi, halol yegan bo'lamiz yani. Yani ma Qur'oni Kerimning o'zida yana bir oyat bor. Bu yerda men buni bir yetkazib qo'yay.
Bu Sure Maid'deki 5. ayetinden özde El-yevme uhilla lekumut tayyibatu ve ta'amul lezine utul kitabe hillul lekum ve ta'amukum hillul lehum. Diyen muş ayetinin özdümü ehli kitaplarınki tamakları sizlerge halal kılındı deydi Allah Teala. Ehli kitaplar degende Yahud Nasaralınki endi ularning içidimi tunguzning go'shtini yeydigan jiq. O tunguzning go'shimi ular yegandikin ular bizga halal qilingan o'xshaydi deb o'ylasak bo'lmaydi. Tunguzning go'shti zodi har qanday vaqtda haram. Uni Alloh taolo o'z bevosita ashadi val khinzir deb tilga ilqliq. Shuning uchun tunguzning go'shti haram. Yahud Nasaralı soygan yoki qandaqli odam soygan qo'y kal olsun, qinni chiqarganli bo'lsa, uningda hech qandaq o'zi shu bilinishlik hojati yo'q. Uning hech qandaq dalil isbot yo'q, hech qandaq bir mollalarniki dalil isbot yo'q. Dalil isbot Qur'onda. Qur'onda qaysi inson so'yish masalasi emas. Yani qandaq bir inson qaysi dinga e'tiqod qildigan inson so'ysa, u halol bo'ldi degan to'g'riliq Qur'onda hech qanday narsa yo'q. Qandaq bo'lgancha halol bo'ldi o narsa degan masala bor. O narsani qinni eqitgan vaqtida halol bo'ldi, yani halol qilingan hayvonlarniki qinni eqitayotgan vaqtida, qinni chiqarayotgan vaqtida o narsa halol bo'ldi deb faqat bir tal shartni qo'ygan Alloh taolo. Shuning uchun uni kim eqitsa eqitsin, kim uniki qinni chiqarsa, chiqarsin, chiqargan odam nima emas, muhim emas. Muhim bo'lgan narsa uning uchun qinni chiqqanlar bo'lsa, o narsani yesak bo'laverdi. Bu yer biz haram yeb olgan o'xshaymiz deb necha kungacha ko'nglimiz apoq yeganda ko'p bundaq yurishga hech qanday hojat yo'q. Yani. Buni ajoyib nima qilishda tashvish qilib men o'tganimda dedim mana shu Diqqat qilgan narsa ashniki rasmiy qin chiqarilgan holatdagi tuxa qo'y go'shtlari bo'lsa, yesak bo'laverdi. Hozir şu Nemini peshlik etgan bo'lsa. Uni biz mushu nemada mana o Norvegiyadagi Gildi degan bir shirkat bo'lgan, go'sht shirkati. Shirkatniki nemisini nima qilgan vaqtimizda bu cho'shqi bilan o'zi qo'y kalni ayrim yer so'ydi ekan-chi bu haq. Asosan ayrim yer so'ydi ekan. Ayrim yer so'ygan bo'lsa hech qanday bo'lmaydi. U halqi men uzun muddat bir 9-10 yilga yaqin halqi go'shtlik qilgan Norvegiyachi. Undaq yerni biroz xabarim bor, ammo halqi nima hozir bu tunguzning o'ziga pichoqni urib etib, o pichoqni qo'yni so'ydigan undaq halqi cho'ng go'sht nimalarda undaq ishlar mavjud emas. Uni lekin biz shu bir Ironlik do'konlardan go'sht yeb yurtdik. Yusak bizniki shu Norvegiyada berganda bir og'inimiz harom deb ashada nima qilishdi. Binodan bikulat qarsam o og'inimiz shu do'kondan bir putni ko'zni etmayapti-ki. Binodan ashada uchrashib qolgandik. Lekin kirsam u yerda mening valla shu bir til maktabida o'qiydigan bir odam, Ironlik odam bordi. Shu bir xaltiga yerim qo'yni bir parchalab lekin akildi. Hardaplar. Shuni bilan qo'ysam bu yerda nima qilyapsan desam,
Ben bu şey işlevati mi dedim, o göğsünü mındak neme ardap haltısı hep müşahede dedim kılım ben bu halal diyen nesini çaplayayım dedi. Kel mayad paranlı şeyle daha şu göğüs başlarga yere girdim ben. Kirsem bütün koyun turdu. Bu koyun nereden kelse dersem Rimatüs'ün diyen bir dükkan var edi. Rimatüs'ün diyen hem daha şu bütün Norveç'te en özel ki ken kuşadı bir alqı yaman cık en cık dükkan aşı Rimatüs'ün. Şu Rimatüs'ündeki nemestillah toplu aldı ki 10-20 koyunun özünü küllüğü eplikin çıkır ki. Aşı dükkandaki akıtki küçük bir öyde aşını hardap aş haltığı sep töpsüge printerini çıkargan halal diyen xatni çaplap diken satıdı ki biz onu halal gelip yeydik emiz endi. Şu yerime közüm bil kögentim bu işin özünü. Bundaq işini hazır moşu nemedi mi? Avrupa'da nurukun men musulman deyen insanlık kılıdı. Aşet ortak satıpga yedin mayadi gel gibi Türk'tün sorga vaxtım bir işki yılını aldı boğan gep. Halal göç vamsak halal göç diyen neymi? Dep aşağıda da neymi bu halal göçünü bilmegen gep var mı dep nuqsak. O göçnün hemmisi bir yer suyulduğan tutsa şunun özüne ekip mayadi halal dep mark çaplap satıp dep aşağıda bir gem nuqqan deken. Hel digentim ben. Demek bu yerdeki näs neymi dese bir kısım insanlar alqı halal haram sürüş qılmaydı fakat pulnu sürüş qıldıgan işler jık. Oğlum bu türük vakazanın içinde alqı pul bolsa hamma näsini mubaqlık ketivergan insanlar bular. Onun dekin ikinci bir tarafdan ötüge nepqa vaqtida ularni qaşımı to'g'ri bir tarafdan. Nima uchun degan vaqtda qanni chiqarib atqanlik u narsa zaten halal. Qo'y kala olgan ekan. Halal. Uni akib setadi degan gap bu yerda. Yani biz dünyadaki en takva millet hep yüzümüzden akıyor. Beynimizde Müslümanımızda. Acayip hem de. Şunun üçün her qandaq bir nəsə hazır təqvalığın gibi çıxıb qaldı. Aş təqvalığın özü muş Qur'an-ı Kerimdən çetnəp keçsə, Qur'an-ı Kerim körsətgən yer to'g'ri kelmasa, o təqvalıq olmaydı, o insanı vayron qiladigan bir narsa oldu. Şunun üçün bu yerdagi biz eng diqqat qiladigan masala mush shu. Yani Başka Allah. Tamam. Meni davuz bugün hele ki buruma bir to'xtalgan til bu masala to'g'ri. Bugün takım yaxshi abda bo'ldi. Allah razı olsun. Şu qeni chuqum eqish kerakkan, to'liq chiqish kerakkan. Onlardan bilib oldik. Kelerki saatte yine başka mezmunlardan sözle bulunma. oldu. Allah razı olsun, rahmet. 39. bir şey tüygen. Allah'ın emanet. Allah. Hürmetli